O'rtacha biz sizlar bilan oblarda birlik va ko'plik mavzusini o'tdik. Mana shu mavzu bo'yicha bilimlaringizni mustahkamlash uchun 3-4-5 metodini qo'llayman. Birinchi guruh tayyorgarlik ko'rib turinglar. Mana shu ot so'z turkumiga oid 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli so'zlarni topasiz. Ikkinchi guruh ham, uchinchi guruh ham tayyorgarlikni boshlaydilar. Tayyorlanib yozib olamiz, o'zimiz uy daftarini. Bola uy daftarini olamiz. Mana shu so'zlarni topish uchun tayyorgarlikni boshlaymiz. Bo'ldiga tani ta'sirni yusaraman, o'qib beringiz. Yozib qo'yamiz. Birinchi guruhimizga bu belgiladi. Ikkinchi guruhdan muharram chiqing, tayyor ekan qiziq. Uchinchi guruhga barakalla. Uchinchi guruhdan chiroyli qilib assalomu ham yozib beramiz. O'qing. Qush meva quloq. Yaxshi yozing. Yozamiz. Yana boshqacha topganlar bo'lsa o'qib bersin. O'zingizga o'qib bering. Sizga nima? Barakalla. Yaxshi. Ikkinchi guruhdan yana qo'shimcha topganlar bormi? Shu so'zlarga. Ha, zikrlar. Non, olam, quyosh. Barakalla. Ha, siz ham o'qib bering. Qush meva qovun. Barakalla. Uchinchi guruhdan yana qo'shimcha topganlar bormi? Bu so'zlardan tashqari. Ha, Noila qiz. Gul, barg, tovoq. Juda ham yaxshi. Barakalla. Demak, o'quvchilarimiz mana juda ham to'g'ri yozib berdi. Uchala guruhimizdan ishlarni juda chiroyli bajardi. Mana Assalomu juda chiroyli bajarib qo'yibdi. Yaxshi. Kassiya javob qo'yamiz.